Internet blogerlarda katta qismi miyasini ishlatib, bir kreativniroq video qilib, qiziq bo'lsin, odamlarga yangilik olib ko'ray, xarizma qo'shay deydigan narsa qilmasdan, tayyor g'iybat temalar bo'ladi, ashlarni gapirib chiqishadi, mazza qilib. Bu yerga axir miya kerak emas-ku. Telefonda olib turib, xalq tosh otinglar taksistga, u yaxshi odam emas deb bitta velosipedda spisasi gapirib chiqsa, xalq bu to'g'ri gapirdi, taksistga tosh ot, bu yerda qiz bola yaxshi, taksist ko'takan, tosh ot. Reelsda bitta o'tkish kelibdi, boshqa buqi ish chiqadi. O'zi bu yerda taksist yaxshi bola ekan, qiz bola bo'lmabdi. Qizga tosh otilsin. To'g'ri, qiz bo'lmabdi bu yerda, tosh otilsin. Mashalloh, to'g'ri, qizga tosh ot, taksist yaxshi bola ekan. O'zimning fikrimga keladigan bo'lsak, inson o'rtacha 70 yil umr ko'radi, undan 20 yilni olib tashlaymiz. Sababi 10 yoshgacha qo'lidan hech narsa kelmaydi va qaraganda ham 10 yil uyda o'tiradi, u ketdi, yo'q u. 50 yil qolyapti. 50 yilni yarmini olib tashlaymiz, chunki uyqu bilan ketadi. 25 yil minus. Yana 25 yil qoldi, 5 yilini burunki avlash, chichib o'tirish, siyish, 5 ga 1 urish, metrolarda qolish, probkalarda qolish va hokazolarni ham olib tashlaylik. 20 yil umr qolyapti. 20 yil umrimni g'iybatga sarflaymi? Kimdir kimgadir nimadir deb qo'ydi, kimdir o'sirib qo'ydi. Bundini qayerga bitta idiot chiqib, bu to'g'ri ekan desa, men ham to'g'ri. Akalar, men yashayapman, o'zimning umrimni o'tkazyapman. Kimlargadir bag'ishlagim yo'q. Faqat ota-onamga, kelajakda oilamga, o'zimga. Bo'ldi. Qolgani bilan absolutno po'xuy nima bo'lishi. Nima deysizlar, xalq? Po'xuy nima bo'lishi.